Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, hurmatli obunachilar. Sizlar bilan men Temurbek, Temur Karvon kanali admini. Bugun xudo xolasa sizlar uchun shunaqangi arzondan ham arzon, tayyor arzon uy-joy xonadon chiqarib o'tamiz. Video boshidan aytaman, like bosib qo'yasiz, obuna bo'lib qo'yasiz. Qaranglar, joylarni qaranglar. Jiloy mahalla, buzilish, qurilish sinosi hech nimaga tushmagan. To'g'rilarda bog'cha. Shunda orqa tarafiga aylanib o'tasizlar. Bu tarafda mana orqa tarafida maktab, magazin, bolalar maza qilib bola chaqa bilan yashaydigan joylarda arzon uy joyimiz chiqib qoldi. Mana shu domimiz, 4 qavatli domimizni 3-qavatida tayyor xonadon uy joy. Narxini eshitinglar. 2 xonali uy joyimiz, 64 kvadrat maydonga ega xonadonimiz boshlang'ich narxi sizlar uchun 17.500 AQSh dollar so'ralyapti. Yana sunnatiga o'tadigan, kelishadigan joyi bor ekan. Bemalol savdoni qilib, pastki raqamlarga aloqaga chiqib gazni bosaverasizlar. O'rtoqlar, gaz, suv, svet, internet, kommunikatsiya tizimi hammasi o'tgan. Sharoit zo'r. Mahallani ko'ryapsizlar. Chiqsanglar, oshxona, to'yxona, maktab, bog'cha, magazin, hamma narsa bor. Turgan joyimiz Toshkent viloyati, Ohangaron tumani, Evalak mahalla fuqarolar yig'inida turibmiz. Turgan joyimizdan rohat kiruvgacha taxminan 30 kilometr, Qo'yliqqachon 35 kilometr, Food Citygacha shu joyimizdan 32 kilometr uzoqlikda turibmiz. Xullas gapni cho'zmayman, xonadonimizni ko'rsatib o'taman. Mana 4 qavatli xonadonlarimiz, ko'ryapsizlar, pishgan ishlarga qurilgan zo'r xonadonlar, 64 kvadrat maydonga o'sha akfali o'ynamiz. Ichkariga kirib obzorni qilib beramiz. Xudo xolasa like bosib qo'yasizlar, obuna bo'lib qo'yasizlar. Xonadondagi hamma narsalar qolar ekan, xudo xolasa. Ko'chalar mana, jiloy mahalla, buzilish, qurilish sinosi hech nimaga tushmagan. Ko'rishingiz mumkin. Kirib kelaverish, podyezdlarimizda asosiy eshik temirdan. Zinadan ko'tarilamiz tepaga. Ko'ryapsizlarmi? Zinalar, podyezdlar hammasi keng-keng. Chiroqlar o'zi mana avtomatik yonyapti. 3-qavatda joylashgan xonadonimiz. 3-qavat, 2 xonali, 64 kvadrat maydonga ega xonadon. Xo'sh, bemalol kelasizlar, ko'rasizlar. Hozir sekin ichkariga kirib obzorni boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Xonadonga kiraverish. Mana bu yoqda eshik, ko'ryapsizlar. Kirib kelganda mana juda ham katta, keng xonalarga bo'lingan. Bu yoqda kattagina xonamiz. Yorug'ishni mana hamma narsa bor. Sharoitlar yaxshi, ko'ryapsizlar. Gaz, suv, svet, internet, kommunikatsiya tizimi hammasi o'tgan. Отопление sistemalar qo'yilgan. Internet ham bor, mana Wi-Fi pastda turibdi, ko'rishingiz mumkin. Bu tarafi balkon. Mana balkon ham keng. Mana yorug', shinam, oynalar jigarrang akfadan. 17.500 dollar so'ralyapti. Yana o'tadigan, kelishadigan joyi bor ekan, qaranglar. Bu yoqda mana gazxona ekan, mana oshxona. Oshxonani balkonga chiqarib, bu yoqda farzandlaringiz uchun bitta xona qilib olsanglar bo'ladi, bolalar yotoqxonasi qilib. Xo'sh. Bu tarafdagi xonamiz, bu yoqda ham yana bitta xona, keng, yorug', shinam, mana kattaligini ko'ryapsizlar. Juda ham yorug', keng. Отопление sistema xuddi shunaqa, mana paravoylar o'tgan. Zo'r imkoniyat. Mana bu tarafdan maktab ko'rinib turibdi, mana. O'na maktab, mana. Mana maktab bo'ladi. Shunda yo'lli, shunda o'tadi maktabda. Ko'ryapsizlar, maktab yonida, bog'cha yonida. Hamma shart-sharoitga ega xonadon. 17.564 kvadrat maydon. Bu yoqda vanna. Mana. Issiq suv, sovuq suv, ariston, hamma narsa bor. Tayyor xonadon. Bu yoqda hojatxona mana. Ko'rishingiz mumkin. Hojatxonasi. Xullas tayyor uy joy zudlik bilan sotiladi. Narxini aytdim. 2 xonali Toshkent viloyati Ohangaron tumani Evalak mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan 2 xonali uy joyimiz, xonadonimiz 64 kvadrat maydonga ega
uy joyimiz, xonadonimiz boshlang'ich narxi 17.500 AQSh dollar so'ralyapti. Ya'ni o'tadigan, kelishadigan joyi bor. Bemalol kelib, savdosini qilib baraka qilib qolinglar. Like, podpiska esingizdan chiqmasin. Joningiz sog' bo'lsin. Hammaga rahmat. Salomat bo'ling.